Jigarin yo'qlashga topadi imkon. Oh desam yonimda bo'ladi shu on. O'zi ojiza-yu tikib turar jon. Otamga o'xshagan ammam bor mening. Dunyoda bormikan shundayin jigar. Hatto farishta ham boshini egar. Hovlisin to'ldirib rayhonlar ekar. Otamga o'xshagan ammam bor mening. Yugurar tinchimga xavf solsa bir dard. Taftidan jonimga tushmas sira gard. Bir so'zli vafoli yigitlardan mard. Otamga o'xshagan ammam bor mening. O'zini o'ylamas fidokor shamday. Jilmayib turadi ko'zlari namday. Dardlarim aritar xuddi onamday. Otamga o'xshagan ammam bor mening. Assalomu alaykum qaddidan-da qadr baland azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Kubay va Mamlakatxon opajonimizni jiyanlari nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizga Kubay va Mamlakatxon opajonimiz kerak edilar. Voy, men bo'laman. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli qizim, mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat, kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina yaxshi fikrlar bildirib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar xursand ko'rishni istadi? Kimlar tabriklashi mumkin? Kim tabriklar ekan, bilmadim. Farzandlarimmikan, shogirdlarim bor. Aynan kim deb o'ylaysiz? O'quvchilarim bor, endi bilmasam jonim. Keling o'zim yordam beraman. Xo'p. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, kuyovingiz Qodirjon, jiyanlaringiz Lobarxon, Asalbonu va Azizbeklar tabriklamoqdalar. Asal singillarim, voy jonim meni, katta rahmat. Hech kutmagan edim bunday quvonchni kutmagan edim. Rahmat, kattakon. Xursand bo'ldingizmi? Voy rahmat. Hech kutmagan edim. Jonlari sog' bo'lsin, Alloh umrlari uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin singiljonimdan, kuyovjonimdan, asalchalarimdan, Asalbonim. Mashalloh. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Albatta. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik faqatgina siz uchun. Ibosi yuziga taralgan chiroy, so'zlari ma'noli o'zi yoqimtoy, qalbi iymon va mehrga ham boy. Sizga tilagim bugun bir jahon, tavallud kuningiz bilan ammajon. Taqdirda ne ko'rsa mardona turgan, shaytonni fikridan yuzini burgan, mehrini barchaga ulashib yurgan. Sizga tilagim bugun bir jahon, shukrona kuningiz bilan ammajon. Ammajon, doimo bo'ling salomat. Allohdan tiladim umr boqiy baxt. Omaddan yaralsin siz o'tirgan taxt. Tabrigin yo'llaydi bugun janingiz, tavallud kuningiz bilan ammajon. Assalomu alaykum mehri daryo mehribonim, bebahoyim, jonkor ammajonim. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohim umringizni uzoq, tani joningizni sog'-omon saqlasin. Alloh sizni o'z yaxshiliklari ila yaxshilar qatorida qilib siylasin. Farzandlaringiz baxtu kamolini, rohatini rohatlarda, baxtlarini baxtlilar qatorida ko'rishlikni nasib etsin. Ikki olam saodatiga erishib yuring. Yaxshilarga yaqin, yomonlardan yiroq qilsin. Ilohim sizga umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Allohim sizni o'z baytiga qayta va qayta borguvchilar safida qilsin.
Bilasizmi ammajon, o'ylab qarasam sizga hech aytmagan ekanman. Ayni bugun sizga shuni aytmoqchi edimki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni menga ammajonim, jigarim qilib bergan Allohimga shukrlarim bo'lsin. Oilamizning suyanchi, tayanchi, ishonchi, boshi bo'lib yuring. To'ylarimizning to'rida, qalbimizning qo'rida bo'ling ammajonim. Ammajon, siz bunchalar ham yaxshisiz. Oilamizning nuri, qalbim naqshisiz. Otamning jigari, davlatimiz siz. Ammajon, siz bizning savlatimizsiz. Bunchalar ham yoqimli tarovatingiz, menga o'tgan sizning mahoratingiz. Har bizning uyga kelganingizda bosib turar sizning salobatingiz. Sizdan kelib turar otamning isi, ularning mehrini sizda ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi amma, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ammalar ichida a'losidursiz, gullar ichida siz ra'nosidursiz. Oilamizni jam qilib turgan umrimizning bir ma'nosidursiz. Sizni o'zgacha yaxshi ko'radi qarindoshlarning barchasi. Tilayman hammaning eng kamida bo'lsin sizdek go'zal ammasi deya jiyanlaringiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Jiyanlaringizga va yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Alloh rozi bo'lsin. Shunday jiyanlarim borligi uchun Allohimga ming shukrlar aytaman. Anjonlar sog' bo'lsin. Singiljonimni ham, kuyovimni, jigarlarim, jiyanlarim hammasiga mendan ming tashakkur. Rahmat, shunchalik siylabdi, Alloh siylasin tilayman. Anjonlar sog' bo'lsin. Bunday quvonchlarni ham kutmagan edim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon yo'qolmasin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog'-omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Iloh amin, aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham, jonim, tanjoningiz sog' bo'lsin sizga ham. Salomat bo'ling, tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi